Ey Robbim, karaming kengligi, halimliging, rahmating ulug'ligi va saxovatingning buyukligiga suyanamiz. Huzuringga tavba qilgan, nadomat qilgan, istig'for etgan holda keldik. Parvardigor bizlarni afv qil, kechir. Sendan o'zga Robbimiz yo'q. Agar bir bandani qalblari iztirobga tushgan bo'lsa, qalbi sinib ketgan bo'lsa, ruhi tushib ketgan bo'lsa, tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, bu banda albatta istig'forni lozim tutsin. Istig'for g'am qayg'u bulutlarini, tashvish, iztirob shamollarini ketkizuvchi, bizga kifoya qiladigan dori, kifoya qiladigan malham. Alloh subhanahu va taolo bitta istig'for uchun bizga mana shunday marhamatlar ko'rsatadi. Alloh taologa duo iltijo qilib, istig'forlarimiz haqiqiy bo'lishini, qalbimiz bilan, chin yuragimiz bilan gunohni qilmaslikka qasd qilishlikni imkoniyatini Allohdan so'raymiz. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibat vahimalardan omon bo'lish, aql rohati, ko'ngil kengligi, kasalliklar, qalb xotirjamligi, dunyo matosi, musibatlardan daf bo'lishi, baxtsiz hodisadan omon bo'lish, mashaqqat fitnalardan omon bo'lish, yomg'ir, ekinzor, solih farzand, moli dunyo, keng rizq, xatolarning o'chirishi, hasanotlarning ziyoda bo'lishi, Allohning diydorini ko'rishlik istig'forga bog'liq bo'ladi. 20 ta foydani sanab berdim sizlarga. Biz mana shu dorini iste'mol qilyapmizmi? Yana nimasi zo'r deng? Qiblaga qarab turish shart emas. Tahoratli bo'lishlik shart emas. Vaqt shart emas. O'tirish shart emas. Xohlagan holatingizda istig'for etishlik sizdan hech narsa talab qilmaydi. Bu shunaqa ulug' ibodat. Alloh umid bilan Allohga qo'lni ko'targan bandasini Alloh taolo gunohini albatta kechiradi. Albatta musibatlardan chiqaradi.